Akalar alhamdulillah chodak kam yetib oldi mana. Chodakda shu Instagramda ko'rgan joyim bor, shu ko'priga boraman deganda alhamdulillah shu ko'priga keldik bolalar bilan birgalikda. Bu joyga kelishimiz uchun bizga labo kerak bo'ldi. Joyimiz uzoqdaligi sababli laboni chaqirdik. Kishi boshiga 10 ming so'mdan borib qo'yaman dedi. Xo'p, mayli ham dedi, unga dagvorona qilib yetib keldi. Alhamdulillah zo'r bo'ldi. Yetib kelgan vaqtimizda bu kichkinagina o'z joy ekan, balki kirishimiz uchun eshikdagi post bor ekan. Kishi boshiga 10 ming so'mdan to'lov qildik balki ham. Bo'pti-da, nima bo'lsa bo'ladi deb. Endi mana shu tepadagi ko'prikka chiqishimiz uchun aylana-aylana bir joy bor ekan. Ashtadan ham tepaga chiqishimiz kerak ekan. Aytdan o'tmoqchi bo'lsak, aytdan kichkina yosh bolalar tomonidan post qo'yilgan ekan. U postda 10 ming so'm, 15 ming so'mdan to'lov qilar ekan har bir odam ko'prikka chiqish uchun. Bolanadi nima bo'lsa bo'ladi, to'lovini ham qilib shu ko'prikka chiqdik. Ko'prikda bir tomoni 30 ming so'm ekan, bordi keldisi 50 ming so'm ekan. Endi baytda ham chiqib to'lovini qilib bir tomoniga bordik, shunaqa mazza qildik, balandda. Ko'p odam qo'rqadi, to'g'ri qo'rqadigan odamlar juda ko'p ekan. Buni boshlanishi bilan tugashi xavfsiz ekan. Aynan o'rtasiga kelgan vaqtida shunaqangi qilib bergan, chunki odamni yuragini qinidan chiqarib olgan darajada